Hozir kunda bizning kreditlarimizda yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish bor. 60-qaror bo'yicha 100 million odam kafillik bilan beriladi. 5 yilga 10 milliardgacha bersa bo'ladi, 12 imtiyozli euro bilan. Shundan so'ng bo'ladi jismoniy 100 million odam 100 millionni o'zsa garov bilan olinadi. Shunday kreditlarimiz bor. Garovga mashina qo'ysa bo'ladi. Garov mashina 2020-yil birorta savdo do'konlari qilsa bo'ladi. Siz nima qilibmi? Sizniki nima kredit bilan yuradingsiz? Shu kreditni nomaqsadda olsak bo'ladi. Maqsadimiz aniq maqsadlarimiz Tikuvchilik, pishiriqchilik, chorvachilik,